zerib ketdim. Nimadir qilgim kelyapti. Bu yerdan o'tirishdan foyda yo'q. Yo, notice bro, qalis birodar, yaxshimisiz? Menda Kroshda bitta ideya bor. Bilasiz, sohilning o'ng tomonida bitta kichkinagina imperiyacha bor. Keling, uni biz o'zimizga qilib olib, uni boshqaramiz. Yo, let's go, kallangizga yo'qim. Jonda o'sha yoqqa suzib boramiz. Let's go. Yo, notice, biz o'zi kichik imperiyaga yetib keldik. Bu yerda biz voz olishimiz kerak. Xo'p, bu yerda yo, what the fuck? Bola, biz axir bu yerda mehmonmiz-ku. Mehmonni ham shunaqa kuta oladimi? Biz bu yerda yashab qolish uchun kelgandik. Yashashga joyimiz yo'q. Bu yerning eng kattasi bormi bu yerda? U bilan gaplashib olishim kerak. Yo, birodar, sizga sovg'am bor. Let's go. Bugundan boshlab menga xizmat qilasizlar. Yo'q, qayoqqa? Xo'p, birodarlarim, bugundan boshlab men sizlarning eng katta qirollingizman, shundaymi? Axir qirollingizni o'ldirdim-ku. Nima? Bu yerda mendan katta qirol bormi hali? Yo, Noch, qayerga qarayapsiz? What the fuck? Brat, uzr, tushmovchilik bo'lib qopti-da. Bo'ldi, menimcha endi bu yerning eng kattasi menman. Endi menga xizmat qilasizlar va Nochga ham. Bo'ldi, biz hozirgina kelganimiz sababli bu imperiyachani bizga tanishtirib chiqishinglar kerak. Go, unda boshlaylar. Okay, xo'p, bu uyga kiraylikchi. Xo'sh, menimcha bu uy sizlarning uyinglar, chunki 3 ta yotoqxona deganda, okay, tushunarli. Go, endi mana bu yerda ham qanaqadir uy bor ekan, buni ham ko'rishimiz kerak. Let's go, kiraylikchi. Okay, bu menimcha eski qirolliklarning uyi. Shundaymi? Demak, bu endi meni uyim. Bu uyni buzib boshdan quramiz, chunki bu yerda Noch bilan birga sig'maymiz. Let's go! Yaxshi ham sizlar borsizlar. Endi bu uyni buzib boshdan kattaroq uy quramiz. Hoy sen, va sen, bu yoqqa o't. Qaroshdek sen, bro, bu uyni bir o'zing buzib boshdan ta'mirlab chiqishing kerak. Tushunarlimi? Oy, yig'lama. Menimcha ishni qilasan, shundaymi? Okay, sen keling, meni ortimda yur, sizlarga ishim bor. Xo'p, Noch qayoqda ekanlar? Nochni qidirish kerak. Yo, what the fuck? Bro! Sizga bitta ish bor edi-da, patish qilaverasiz. Oy, wow. Creeper. Qaroshdek bro, mana bu bloklar sizga. Bitta uy sizdan. Shunday patishga qilaveraymi, bitta uy qurib berib. Okay. Let's go bro. Sen ikkalang tirrancha, bu yoqqa kelib. Qaroshdek, nima uchun bu uyni qurdinglar deysizlarmi? O'zimizdan o'zimiz bu uyni qurganimiz yo'q. Ya'ni sizlar ko'payishinglar kerak. Anuliki ana uyda ham ko'paysa bo'ladi degan savol sizlar fikringlar kelishi mumkin. U juda haddan ziyod derazasi ko'p. Bu o'sha sizlar normalniy uycha. Xo'p, mana go bolalar. Qaroshdek ishni boshlashinglar ham bo'ladi. Menimcha sizlar uchun qulay bu. Yo, what? Sen o'sha ishingni juda zo'r qilibsan. Nima? Yer sotiladi. Nima? Sen meni yerimni sotishga qanday hadding sig'di? Biz o'sha jetillarni ko'paytirish mexanizmini ishga tushirdik. Bizga endi ko'pgina jetil kerak emas. Shundaymi? Endi sen bizga kerak emassan. Oy, Noch bro, qurolni bering. Let's go. Qayoqqa qochasan? O'sha odam zerikib ketdi, juda ham zerikdim. Yo, Noch, qaysiz birodar, yaxshimisiz? Ichimsiz bro, juda charchab turgandim. Okay. Yo, Noch bro, ana bu daraxtni qarang. Menga juda yoqdi, o'shani menga olib keling. Stop. Noch, qayerdasiz bro? What? Flash. Mrs. Noch, qanaqa u yoqdan bu yoqqa? Qanaqa bu yoqqa paydo bo'lib? What the bro? Qo'rqib ketdim. Qanaqa bro? U yoqdan bu yoqqa o'rtimdan keyin Всё нормально. O'tiring bro. Soya joy. Noch bro, ana bu ikkalasi ana bu uyda ancha qolib ketdi. Bir qarab keling-da. O'sha har xil ovozlar chiqyapti u yerdan. Ey yo! What? Chumollar avlodi. Birodar, bu yerda o'sha yetillar juda ko'payib ketishdi. Bularni endi yo'q qilish kerak, chunki bularni boqishga bizlarning mablag'imiz yetmaydi. Birodar, endi bu orolda asar ham qolmadi. Endi nima qilamiz? Bu orolda ko'payish ham yo'q, yetil ham yo'q. Yo, nimani ko'rsatyapsiz? Yo, bu yerda omon qolganlar bor ekan. Bo'llar, bu yoqqa chiqinglar, sizlar chut-chut tutda gap bor. Okay, let's go, tezlashinglar. Aynan. Yo, asu, bola yangilik sport uylariga stavka, kazinolar va boshqa tavakkalchi o'yinlarda o'z omadingizni sinab ko'ring va boyib keting. Kommentariyadagi silka orqali Mospitda registratsiyadan o'ting va 3 million so'mgacha katta bonus oling. O'yinlar qonuniylashtirilgan. Davay bola, menga ruxsat beringlar, uyga ketishim kerak. Xotinga yangilik ayting. Xotin kommentariyadagi silkaga kirgandim, 3 million so'm yutib oldim. Bola, biz o'sha ko'pgina jetillardan ayrilib qoldik. Endi biz mana shu kichkinagina orolchada rivojlanishimiz kerak. Bola, endi sizlar ko'payishinglar kerak. Prosta lekin juda ko'p ko'payib ketmanglar. Tayyormi Noch? Okay, xo'p, kiramiz. Mana. Let's go. Bola, kirishinglar mumkin. Juda ko'p ko'payib ketmanglar lekin. Okay. Go, Noch, bu yerdan ketishimiz kerak biz. Xo'p, birodar, bu orol ham menga ozgina yo'q qoldi. Normal ekan-a? Bro, bir qaraylikchi, o'sha bo'lgandir bular ham. Xo'p, birodar, ko'raylikchi. Wow. Xo'p, bular sanash kerak. Birodar, sana 1, 2, 3, 4, 5, 6. A few moments later. 349, 350, 351, 352,
Bolla, sizlar umuman odam bo'lmaysizlar. Aytdim sizlarga kamroq ko'payiladi. Birodar, o'zingiz bilasizlar nima berishdi. Yo, let's go. Bolla, chiqib turing, birodar. Sizlar ikkalang. Endi bizada ortig'idan ko'p shetil bor. Endi sizlarning bizga keraginglar yo'q. Oho, vani qo'ya, tuga deb qoldi. Let's go, bro. Tukadimi notish? Okay. Jetillar. Jetillar. Let's go. Bular o'sha ancha ko'payib ketishibdi. Bolla, mana bu teshikning ichida sizlarni katta syurpriz kutmoqda. Qani, nimani kutyapsizlar? Ko'ni ko'ringlar katta syurprizni. Let's go. Ancha-muncha jetillardan qutulib oldik. Notish, bro. Mana bu uyda qancha jetil qolganligini bilmaysizmi? Yo, bu nima? Okay. 10 ta Rostdan 10 tami? Uyda 10 ta jetil qolganmidi? Hazillashmang, men 9 ta ko'rgandim. Doim men haqman. Yuring ko'ramiz. Men 9 ta dedimmi, demak 9 ta. Bro, qarang, bu yerda 9 ta jetil bor, 10 ta emas. Ishonmasangiz kirib ko'ring, sanab ham ko'ring. Men aytdim-ku sizga, yaxshi sanash bilmaysiz. Ozgina kallani ishlatib sanash kerak edi. Bro, ko'ryapsizmi? Bolla, men ishonaman. Bu orolchada biz katta imperiya quramiz va sizlarning tug'ilishlariga sababchi bo'lgan men va Not va biz endi sizlarning qirolingiz bo'lamiz. Agarda gapga kirmasanglar, mana shu bolaning ahvoliga tushasizlar. 8 ta qoldinglar endi. Bolla, biz mana shu 8 ta ovimiz katta imperiya qurib kuchayib ketamiz. Birinchi bo'lib biz bu orolning daraxtlarini tak-tugi bilan yo'qotib tashlashimiz kerak. Qani go, ishga kirishinglar. Let's go! Meni mehnatkash jetillarim. Okay, hammasi cho'tga ketyapti. O, tepada ham ishlovchi normalniy. O, mana bu yerdagilarni ham o'sha hamma zo'r ishlayapti cho'tga. Bu daraxtga kim qarayapti? Oy. Yo, bro! Sen dam olib o'tiribsanmi shunday ishli vaqtda? Endi aniq o'lasan sen. Nima menga buni berding? Boy yo'qol. Yo, stop, bu tenti. Let's go, bro! Biz bu orolni barcha daraxtlarini tak-tugi bilan kesib tashladik. Bolla, sizlar ishni yaxshi bajardinglar va 7 kishi qoldinglar. Endi bu kichkinagina orolchada hech qanaqa daraxt yo'q. Endi biz bu orolda katta imperiya qursak bo'ladi. Tushunarlimi? Endi imperiya qurishga go! Birinchi qism o'z nihoyasiga yetdi. Ikkinchi qism uchun shu videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying.